Tadbirkor kim? Tadbirkor bizni ertaga boqadi. Buni tushunish uchun yaqin o'tmishga nazar solish kifoya. Masalan, Xitoyda uzoq vaqt davomida boy bo'lish bu sotsializm qoidalariga ko'ra uyat hisoblanardi. Ularga doimiy ravishda spekulyant tamg'asi yopishtirib kelindi. 1978-yilda Deng Xiaoping boylik bu vatanparvarlik degan tushunchani siyosiy darajaga ko'targandan so'ng holat o'zgardi. Mamlakatda tadbirkorlik bilan shug'ullanish ommalashdi va yakunda Chin yurti qanday natijalarga erishganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Demak, tadbirkor davlatda iqtisodni oldinga tortuvchi asosiy driver. U bozordagi imkoniyatni ko'radi, mablag' tikadi va jamiyat uchun real qiymat yaratadi. Oddiy qilib aytganda, biznesmen bu muammoni hal qilish orqali daromad topuvchi shaxs. Lekin jamiyat a'zolari tadbirkorlik bilan erkin shug'ullana olishlari uchun birinchi o'rinda ularga nima kerak? Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Eng avvalo mamlakatda huquqiy asos shakllangan bo'lishi lozim. Lavozim kursini vaqtincha egallab turgan kimningdir va'dasi yoki tayanchi emas, balki davlat miqyosida amal qilinadigan qonun hujjatlarining mavjudligi va undagi qoidalarga barcha so'zsiz amal qiladi degan qat'iy ishonchgina sizni tadbirkor bo'lishga undaydi. Xo'sh, O'zbekiston vatandoshlari yoki chet el fuqarolari qanday qonun hujjatlariga asoslanib mahalliy bozordagi risklarni o'z bo'yinlariga olishlari va tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari mumkin? Birinchi o'rinda mamlakat konstitutsiyasi. Undagi bir qancha moddalar ishbilarmonlar huquq va manfaatlariga bag'ishlangan. Jumladan, davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi, iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlaydi. Monopol faoliyat qonun bilan tartibga solinadi va cheklanadi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, hech bir qonun yoki qonun osti hujjati konstitutsiyaga zid kelmasligi shart. Keyingi asosiy hujjat bu tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonun. Har bir ishbilarmon ushbu qonunga bir marotaba bo'lsa ham ko'z yugurtirib qo'yishi maqsadga muvofiq. Chunki tadbirkorlik asoslari, uning huquq va majburiyatlari ayni shu hujjatda belgilab ketilgan. Aslida bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi 5000 ga yaqin qonun hujjati mavjud. Ularning nihoyatda ko'pligi amalda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda va o'z navbatida tadbirkorlarning e'tirozlariga sabab bo'lyapti. Bu nima ahvol? Go'r vadakanam qarayapti. 100 dan ortiq qonunchilik hujjati, jumladan 9 ta qonunni o'z ichiga olgan Tadbirkorlik kodeksi loyihasi 2022-yilda e'lon qilingandi. Lekin hozirgacha ushbu kodeks amaliyotga tatbiq qilinganicha yo'q. Ko'prigini qachon qurasiz? Bo'ladi. Ko'prik bo'lgandan keyin mustahkam, zamonaviy, har tomonlama hisob-kitobi to'g'ri bo'lishi kerak. Keyingi chiqishlarimizda yuqorida ta'kidlangan normativ qoidalarni atroflicha tahlil qilib ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom eting.